Timsoh jismoniy-ku. Bugun bayram-ku. Zebo, xonani bo'shatib qo'yasizlarmi? Bizni chiroyli qilib bezatmoqchi edik-da. Onamga olib ketsam bo'ladi. Ko'z olaytirman, uni qizlar bayramiga olganmiz. Bayram yili munosabati bilan Shodiyorbek Rasulov sizlarga o'zining she'rini tayyorlabdi. Marhamat. Ona sochlaringga oralabdi oq. Ona to'g'risidagi she'ri bizga nima aloqasi bor? Endi biz ham ona bo'lamiz. Sochimizga oq tushadi, o'sha haqida aytayotgan bo'lsa kerak. Men bu yoqdaman, menga bir boq. Jonajonim, jonim onajon, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ustoz Beshxo'r, endi bular bayrami-yu. To'rtdan normalni, to'rtga ham loyiq emas bular. Zebo. तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Voy, qanday Zebo baxtli qizlar. Sen ham baxtlidirsan, Malika. Men seni aytmagan to'yga yo'qol jinni. Bo'pti, onamga beraman. Onajonim, lola, lola qizg'aldoq. baribir muqaddassan